Mana bugun haqiqatan ham kishi aytdilarki, bu tadbirni to'g'ri iltimos. Ko'pdan beri chunki bizda qolgan do'stlar, boshqalar xizmatkorlar, xizmatdoshlarga o'xshashdim, men xizmatdoshlarga o'xshashdim degan havasim kelardi. Lekin men shuni yuragimda his etib yurardimki, mana bugun nasib etgan ekan. Bu o'z tashib bo'lgan yo'g'ini men bilaman. Chunki qancha mehnat qilingan, qancha yeyilgan, meni shaxsan o'zimni ilk marta qidirib borishdim. Qidirib bordi, men uchun shu jo'raga, keyin o'sha kim bo'lgan bo'lsa, o'sha tashkilotchilar alohida rahmatimni aytmoqchiman. Bu narsa mana yo'lga oldindan ham yo'lga qo'yilganidan keyin kengayib davramiz, yana ham kengaysa to'g'ri mana haqiqatan ham hozirgi bolalar erkakka o'xshamaydi ko'psi. Chunki armiya tarbiyalaydi. 2 yil armiya zo'r tarbiyalaydi. Tayoq yesangiz ham, ursangiz ham, lekin ota haqiqiy erkak bo'lib aniqlasizlar, tarbiyalanasiz. Demoqchimanki, mana safimizda kimlardir yo'q. Kimlardir vafot etdi eshitdim. Albatta chuqur qayg'uda biz. Ularni ham o'tgan joy, yotgan joy jannatda bo'lsin. Bilib bilmay qilgan gunohlarni Allohning o'zi kechirsin, bandam desin. Mana qolganlar Alloh sabr, nima sog'lik, salomatlik bersin, tinchlik bersin. Mana shu yerda hammamiz ham oilali, kimdir bobo hozir, kimdir ota, kimdir nabiralar bor. Mana nabiram to'y qilaman deyapti, uzoqqa o'xshaydi. Mana kimdir nabirasi bilan kelgan, bundan albatta xursandmiz. Shu kelinlar bilan qo'sha kelin deymizmi, yanga deymizmi, qo'sha qaranglar, baxtli bo'linglar. Bu an'ana davom etsin. Davom etsin. Endi buni bitta narsa qilaylikki, o'rtoqlar, chunki hozir ko'pimizni tanimay o'tirmiz. Kimligimizni. Mayli, tanimasa o'sha boyaga soldatlikdan tanimiz, hozir tanimay o'tirmiz. Hamma gap, ko'p yana majlis kerak emas. Ikkovimiz ham falonchaman, falon joydaman. Oilam mana bunday bir ma'lumot berib o'tsak, nima qayerda ishlaymiz, nima qilamiz, bir ma'lumot ber. Lekin mana Telegram tashkil qildilar. Men bundan xursand, hammamiz Telegram qo'shinglar. Qanaqa bir yaxshi kun bo'ladimi? Yaxshi aytib, yomon kun bo'ladimi? Birlaylik, gruppada xabardor o'tiraylik. To'ylarga bir qaytash nasib etsin. Yana davramiz kengaysin. Haqiqatan Baykonur deb qo'ysa bu zo'r. Qancha kishi xizmat qilgan, o'sha joyda eslaymiz. Hozir kelgancha faqat xotiralar, shirin xotiralar bor. Bu davr qaytib kelmaydi. Lekin shu davrda qadriga yetishimiz kerak. Bir-birimizni hurmat qilishimiz, bu an'ana davom etishi kerak demoqchiman-da. O'sha 70 xudo 80 biram, 90 biram an'ana. Men o'zim aytayman, men Ashurov Baxshli Sharopovich, filologiya fanlari nomzodiman, dotsentman. Navoiyda dars beraman universitetda 40 yildan beri. O'sha Navoiyda yashayman. Ikkita farzandim bor, ikkovi o'qituvchi, 4 ta nabiram bor. Allohga shukr, hammasi joyida. Men Baykonurda birinchi sizlar 15 kun o'sha anonda xizmat qilganman. Karantinda. 1 oy. Keyin hukumat tashinga o'tganmiz. Fabrikada 700 tizim.